Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ellezî qâle fî kitâbihil aziz ve rattilil Kur'âne tertîlâ. Vessalâtu vesselamu alâ seyyidina ve habibina Muhammed. Ellezî qâle fî kavlihişşerîf. Hayrukum men teallemel Kur'âne ve allemeh. Ve sallillâhumme alâ seyyidina ve habibina Muhammed. وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhterem aziz vatandaşlar ve Al-Qur'an portalini muxlislari, Qur'on shaydolari, barchalaringizga bugungi kunda hajjimizdan avval Madina-i Munawvaradan Assalomu alaykum ve rahmetullohi taala ve barakatuhu diye Madina-i Munawvaradan salomlar yo'llamoqdamiz. Allah subhanahu ve taolaga hamd sanolarimiz cheksiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salatu salomlarimiz doimiy ve abadiy bo'lsinkim. Mana bugungi kunda elimizdan kelgan 15 mingdan ortiq hojilar qatori yanada haj kunlarini, haj amallarini Allohim bizga nasibu ro'zi aylab turibdi. Barchalaringizga ham duolar qilib Alloh taoladan so'raymiz. Hammalaringizga ham hajlarni takror nasibu ro'zi aylasin. Buyuk qurrolardan, balkim qurrolarni valilaridan bo'lgan Abdul Aziz Uyunus Sud rahimahullohu taala aytadilar. Abdul Aziz Uyunus Sud Hazratimiz Şeyh Ayman Suveyd hafizahullohu taolani buyuk ustozlaridan. Balkim ustozlarimni eng azizlaridan deya Abdul Aziz Uyunus Sud rahimahullohu taolani Hazrati Ayman ustozimiz o'zgacha madh qiladilar. Bu zot sharif aytadilarki, men Madinaga ilk kuni kirib kelar ekanman, tushimda Payg'ambar alayhissalatu vassalomni ko'rdim. Qarangki, u zot o'zi doimo hayotlarida birinchi e'tiborlari namozga bo'lsa va doimo namoz bilan birga salovatni ko'p aytuvchi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga juda ham bir muhabbatlari cheksiz bir zot bo'lib, tillaridan salovat tushmaganligi uchun Madinaga kirib kelyaptilar. İlk kunida yo'q deydilar. İlk kechada Payg'ambar alayhissalatu vassalomni tushimda ko'rdim. Va u zot sharif, ey Abdul Aziz, siz bizni mehmonimizsiz debdilar. Qarang. Qani endi har birimizga bunday iltifot bo'lsa, Payg'ambar alayhissalatu vassalom mana shunday so'zlarni aytsalar. Qur'on o'qiylik, salovatlarni ko'p aytaylik, illa inshaalloh har birimizga nasib qiladi bunday maqomlar. Aytayaptilarki, ey Abdul Aziz, siz bizni mehmonimizsiz deyaptilar. Va deydilarki, men Madinada 40 kun turdim. 40 kun haqiqatda Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytganlaridek Rasulullohning mehmonlari bo'ldim. Negaki Madinada 40 kun davomida 1 riyol ham, hattoki aytadilarki, halala deya riyolni o'sha tiyinini halala deyiladi, tangasini. 1 halala ham sarflamasdan kuniga Allohni va Rasulining mehmoni bo'ldim. Va 41-kuni Makka-i Mukarramaga ketar ekanman, ana o'sha yo'ldan boshlab o'sha ulovlarga pul to'lab 41-kuni Madinadan chiqishligim bilan ana pul sarf qilib, pul chaqamni sarf qilib boshladim deydilar. Azizlar, Alloh subhanahu va taoloni shunaqangi ahllari bo'ladi. Ular Qur'onni sevganlaridan har kuni hattoki birlari Payg'ambar alayhissalatu vassalomni mana shunday tushlarida ko'rib, Payg'ambar alayhissalatu vassalomni duolarini olib, hatto Payg'ambar alayhissalatu vassalomni mehmonlari bo'lgan hollari ham bo'lar ekan. Keling azizlar, har birimiz Qur'on o'qiylik
Alloh subhanahu va taoloning muhabbati Qur'ondadir. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni muhabbatlari albatta Qur'ondadir. Namozga ham juda ham qattiq qo'l bo'lganliklaridan Hazrati Abdulaziz Uyunus Sudni Hazrati Ayman aytadilar. 1977-yil milodiyda biz deydilar Shom ulamolari va men ustozimiz Abdulaziz Uyunus Sudga xodim olarak ulamolar jamoatida biz Madina-i Munawvaraga fiqh ilmidagi konferensiyaga, mo'tamarga, anjumanga keldik deydilar. Kirib kelarkanmiz shom namozi vaqti kirib keldi. Samolyotimizdan, tayyoramizdan tusharkanmiz, Ayman dedilar, shom namozi bo'ldi-ya. Derkanlar, ha, shom namozi bo'lgan, ammo men demoqchimanki, keling ustoz va dedim deydilar. Keling ustoz, payg'ambar alayhissalatu vassalomning masjidlariga 20 daqiqalik yo'l ekan. Boraylik, axir as-sola alf sola deb aytdim. Bir namozimizga 1000 savob, bir namozimizga 1000 namoz ajri beriladi-ku deganlarida Hazratimiz, ya'ni Abdulaziz Uyunus Sud shunday dedilar. La dedilar. As-salatu fi vaqtiha. As-salatu fi vaqtiha afdalu min salatin fi masjidir Rasul alayhissalatu vassalam bi alf sola dedilar. Biz namozni o'z vaqtida ado qilishligimiz mana shu joyda turib, payg'ambar alayhissalatu vassalomning masjidlarida o'qilgan 1000 namozdan afzal dedilar. Qarang, namozni vaqtiga qanday e'tibor qilganlar. Va shunday turib, yelkalaridagi turgan o'sha yopinchiqlarni oldilar u yerga sola ketdilar. Uni minshafa deb aytayaptilar. Har birlarining qo'llarida umridan kelganliklari uchun qo'llarida sochiqlari bo'lgan ekan. Sochiqlarda shunday soldilar u, odatda imom o'tmasalarda qomatni aytib imom o'tib ketdilar. Orqalaridan kelgan butun fuqaholar, ulamolar ular. Balkim Madinani amiri bizni kutib olgan holda edilar. Madinani amiri ham Hazratimizga iqtido qilib, biz qarang deydilar, ajalat toira deydilar. Samolyot balonlari tagida jamoatni ana o'sha joyda jamoat qilib shomimizni ado qildik deydilar. Azizlar, agar biz Qur'onda haqiqiy sodiqlardan bo'lib, Qur'onni qalban sevib va payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga haqiqiy sodiq ummat bo'lsak, demak, mana shunday bo'lishimiz kerak. Xo'p, u kishining endi vafotlari qanday bo'ldi? Abdulaziz Uyunus Sudni doimiy tahajjud namozini xuddi farz namozlari kabi o'qiganliklari uchun Hazrati Ayman aytadilarki, menga uxtuhu, ya'ni singillari aytib berganlar vafot holatini. Kechasi tahajjudda endi sog'liqlari bo'lmaganligi uchun o'tirib o'qiganlar namozni, qobidan yadayhi, qo'llarini mana shu holatda namozda qanday tutursa shunday tutib, faqat orqalaridagi divanga biroz tayanib qolib, mana shunday holatda shayximiz tahajjud namozida, tahoratda, kecha namozlarida, duolar qabul bo'ladigan joyda, qiblaga yuzlangan hollarida, Qur'on tilovatlarida vafot topganlar dedilar. Alloh taologa duolar qilaylik, hammamizni Hazratimiz Sheyx Abdulaziz Uyunus Sud kabi qurrolardan bo'lib, va naslimiz va zurriyotimiz, keladigan, bizdan keladigan avlodlarimiz hammalari ham ahli Qur'on bo'lishlarini Alloh nasib ro'za aylasin. Allohumma taqabbal minna hajjatana. Allohumma taqabbal minna hajjatana. Allohumma barik lana fi a'malina wa fi a'marina. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.